Assalomu alaykum, Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Jigarlar, xudo xolasa, hafta kunimizga yakshanba, 2026-yil 19-iyul Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston rayonidan bo'ladi. Jigarlar, xudo xolasa, sizlar uchun mana va'da qilingandek Furqat akamning uyiga yetib keldik. Men o'zim mashinam. Furqat akam qachondan men telefon qilyapti, Jamshidbek obunachilar telefon qilyapti, yaxshilardan topib qo'ydim, obunachilarga keling degan uchun Furqat akamning uyiga yetib keldik. Furqat akamni o'zim bir chaqiramiz, qani va'da qilingandek sizlarga Chorva Bo'ston kanali obunachilarga qanaqa mollar topib qo'ydiki, birgalikda bo'lsam kuzatamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lsangiz, bittadan like bosib qo'yasiz. Bo'lsam Furqat akamni chaqiraylikchi uydamikin. Furqat aka, Furqat akamning uyiga kirishni boshladik bo'lmasam. Va Furqat aka. O'zi ham mayaqda ekan mana Furqat akam. Mollari zo'ridan topib qo'ydim, xudo xolasa deganlar uchun Furqat akam qachondan berib chaqira. Furqat aka bormisiz? Furqat akam xudo qachondan beri telefon qiladi. Jamshidbek ko'pchilik telefon qilyapti, mollarga respekt qilmayapti. Keling siz obunachilaringizga zo'r mollardan topib qo'ydim deganlar uchun mana Furqat akam uyiga yetib keldik. Qani sizlar uchun qanaqa mollar topib qo'ydik? O'zidan bitta so'raymiz. Furqat aka, xudo xolasa mana obunachilar kutib qoldi. Zo'r mollardan topib qo'ydim deya turasiz. Qani bir va'da qilingandek mana Furqat aka o'zining xonadoniga yetib keldi. Orzonidan, zo'rlaridan, ona bolasidan, novvasidan, yakkasidan hammasidan bor. Obunachilarga hammasidan bor, Furqat aka. Xudo xolasa o'tgan safar rosa telefon qilibdi Furqat aka. Topaman dedi. Furqat aka yana bitta gap berdi. Hammasidan bor mollarda Furqat aka. Hammasidan bor. Telefon qilishaversan, o'zingizda yo'q bo'lsa Furqat aka, topib berasiz. Qaydan bo'lmasin, bugun bo'lmasa ertaga topib kelib beraverasiz. Bugun bo'lmasa ertaga topib kelaverasiz. Mana jigarlar bir qator mollar ko'rsatay Furqat aka. Hammasidan bor. Olib foyda qiladigan qilib berasiz Furqat aka. Olib foyda qiladigan qilib beradi. Mollarimiz go'llar, jigarlar hammasidan bor. Suti bor bo'g'oz, yaqin bo'g'oz, novvos deysizlarmi? Manaqa alg'ro baqsalar, baqib mol qoladiganlardan manaqa buqalardan bor. Sementalmi, gibridmi, hammasidan bor. Buqalarni qaranglar, jigarlar, buqalar. Sizlar uchun mana Furqat akam topib qo'ydi. Ertaga sizlar uchun xizmatdamiz. Hafta kunimizga yakshanba 2026-yil 19-iyul. Bugun sanamiz 19. Bu videoni 20-kuni ko'rasizlarmi, 21-kuni ko'rasizlarmi? Telefon qilaveringlar. Peda yo'q mollarda ham Furqat aka shunaqa deb telefon qilaveringlar. 1 million so'mdan tor savdosini qilaveringlar. Sizlar uchun hammasidan topib qo'yadi. Sotilib ketib qolsa, o'rniga boshqa zo'rlaridan ham bundan ham zo'rlardan topib beraverasiz, Furqat aka. Imini obunachi Chorva Bo'stondan ko'rib telefon qildi desa bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q, xudo xolasa. Furqat aka, birinchisidan bir boshlaylik bo'lsa, skidka qilib bo'ladigan narxini aytaverasizlar. Aytilayotgan narx muhim emas. 500 mingdanmi, 1 milliondan tortib telefon qilishaversan, 24 ga yetdi. Qachon bo'lsa telefon qilaversan. Uxlayapman, dam olyapman, unaqa gaplar yo'q. Telefon qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabkilar mutlaqo besplatni, vohali jigarlar ham o'ylanmasdan telefon qilaverasizlar. Kelishgan holatda vobshe muammo yo'q. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilar bor. Birinchisidan Furqat aka boshlaylik bo'lmasa. Birinchisi 6 oydan o'tgan. 6 oydan o'tgan bo'g'oz. Qo'lga tegadi, 6 oyga ham olishaversa. 6 oy olishaversa, ertaroq tug'ib ursam bo'lib qoladi. 7 litr, 8 litr suti bor. Suti bor, 5 litrga sinashib olishgan shu. 5 litrga bo'g'oz mollarimiz Furqat aka qarab turing. Bo'g'oz mollarimiz uyga olib boramiz, doktor bilan tursin, Agar masalan 5 oylik desa pulidan 1 million qaytarib. 1 milliondan qaytarib yuborasiz. Doktor bilan turasizlar, tekshirtirib yuborasizlar. Bo'ylari 1.30 pilusiga chiqadi. 1.25 dan baland, bo'ylari 1.30 pilusiga chiqadi. Xudo xolasa bunga bitta chiroyli qilib narxlarni ayting Furqat aka. Qonidagi nechinchisi o'shni ham bitta aytib keting-da. Qonidagisi Osmona 5-chisi bo'lishi kerak. 4 ta tuqqan qonidagi 5-chisi hali yana 10 ta tug'adi bu mol. Kelajagi oldinda tug'oradi. Bo'laveradi. Bitta narxini ayting buni chiroyli qilib. Suti bor. Buni ham suti bor. Suti bor, qisir bu ham. Qisir. Yemlab yuboraman deydiganlarga pul arzon. Puli arzonroq beraverasiz, xonadaga. Puli arzonroq beraverasiz. Yelim holatlar bitta ro'zg'orda bemalol teratadi. Bo'ylari 1.30, shunaqa 1.25 pilusiga olaversin, bo'ylari hech narsani hal qilmaydi. 1.25 pilusiga olaverasizlar. Yelim holatlardan ko'ra sut yo'nalishda baqaman deganlar bitta ro'zg'orda bemalol teratadi. Xudo xolasa. Qolgan ma'lumotlar Furqat akam o'zidan olaverasizlar. Bitta narxi bilan ham aytib ketavering. Endi narx qizada biz klientlarga. Bo'g'ozimizga boru 24 million kam. Ana 24 million so'm. 24 million so'm kami bor. 24 million so'm yana g'aj kami ham bor. Yana yo'lkalar dastlabkilar besplatni yana. Yo'lkalar besplatni, telefon g'aj kami bor. Bunisigacha olamizga
Sut ko'piga. Buni qornida yo'qligi uchun boru. Ha. Bunikidan 10 million kam berishaversin. Yani. 14 million so'm kam. Yana 14 million so'm kami yo'l kirasi dastlabkasi vodiy bo'ylab besplan jigarlar. Mana haqiqatan Furqat aka va'da qilingandek mollar zo'r bo'lyapti. Bozordan ham arzon. Bunisini tekshirtirganimiz yo'q, lekin 2 oylik Gumoni bor. Gumoni bor. Yashirdi 2 oylik gumoni bor. 7 litr suti ham bor. 7 litr suti ham bor. 4-bolasi qoldi agar. Ha? Shoqini sindirib qo'ydik, unda lenta taqib qo'ydik. A uni tushunarli ishlasa hal qilmaydi o'shaqa. Ishlasani hal qilmaydi. Lentalarni olib beramiz, xudo xolasa. Lenta taqqaniga 16 million so'm kami bor. G'ajbach kami. 16 million so'm kami bor jigarlar. 3-molimiz, 4-molimizga yetib keldik. Mana qop qorasidan ozgina ariqroq ekan-u, lekin ozgina bahsalaringiz bo'ldi. Internatlar bor. Yeb-ichish sog'liqlilariga 10 kun sinashib olaveradi. Zvachkasi ham bor, bekarchi. Zvachkasi ham bor. O'sha 10 kun sinashib olaveradi. Yeb-ichish sog'liqlilariga o'zi bir hafta aytadi o'zim. Albatta. Bunisiga necha pul deymiz endi? Endi o't solamizda qonunlari och. Bunisigami? Ha. Bunga ham 15 million so'm kam. 15 million so'm kam bu mollar tayinlanmagan. Shu mol. Ha, shu mol. Sen kelishini bilganimizda chiroyli qilib taylarini ham tozalab, pardozini qilib, qonunlarini to'ydirib, yellarni shirib qo'yardi. Tepalariga ilib o'xshatmasdan shu mol bor, ha. Shu mol unaqa o'xshatib voy qayt yo bo'lsa katta ekan, kichkina ekan degan anaqalar yo'q. Bu bo'zayimiz ham bor. Videomiz oxirigacha kuzatinglar. Mag'lolli akalar bor edi, so'ragan. Ashularga yashirib turdim, o'zi chiqib yordi senga. Ko'rsatmay turdik buni. Videoni oxirida ko'rsatamiz, to'g'risi. Buni ham 15 million dedingizmi buni ham? 15 million so'm g'ajbach kami bor, xudo xolasa. Suti ham bor. Mon buqalar nima deyapti? Buqalar jup olaman degan musofirda akalarimiz mana pulim ishlanib tursin, ishlanib ketyapti degan jigarlarimizga unaqa zotdor, unaqa xona-xona, qang'ir-pang'ir emas, zotdorlardan mana turishini qarang. Dokumentlari ham bor quloqlaridan o'zi. Quloqlar bitta ko'rib quloqlarni ham mana quloqlari ham 38-86 manaqalar tekshirtirib olaveradi. Tekshirtirib olsa ham bo'laveradi unaqa sorti-porti. Ha, tekshirtirib olaversin. Tekshirtirib olaveradi. Hammasidan bor. Buqalarimiz ko'ringlar, buqalarimiz nima deyapti? Mana buqa Toshkent parodasi manaqa sementari gibrid deydimi? Xuddi o'shanaqasidan. Furqat aka bunisiga necha pul deymiz endi? Birinchisiga mana chiroyligimizga. Ko'tib-ko'ch bir narsalar emas, unaqalar emas. Ikkalasini ham biladiganlarga ko'rsatib olaveradi. Ikkalasi ham 4,5 oy, 5 oylik bo'lsanglar. Ha? Galishtin emas. Galishtinni nimadir bir narsa deyotgan, prezermi bir bola ekan, o'shanaqasi. Egasini aytishdi endi. Biz bilmaymiz sortini. Endi lekin zotli mol. Zotli mollar. Mashinlarga 22 million so'mdan jichcha kam o'tib beramiz. Hozir mashlarni Furqat aka 27 million so'm so'rovingda bozorlardan ushlab turibdi. Ushlab turibdi. Biz endi maqsadimiz sotish, jichcha foyda qilsak bo'ldi. Obunachilaring mazza qilsin, maqtanib gapirsin. Chiroyli qilib va Furqat akamdan olganman mashina oldida bittadan rahmat aytib qo'ysa bo'ldi. Unaqa pul muhim emas, Furqat aka, pul muhim emas. Mana kattasidan. Ko'strani bolasi ekan-u, o'zimizda tug'ilgan ekan. O'zimizda tug'ilgan ekan. Buni ham ko'rib olishaversa hamma yo'qni. Tekshirtirib ol. Tushunganiga tekshirtirib olaveradi. 9 oylik bo'ldi. Uzun bir yoshiga ham bormabdi-da hali. 9 oy. Shoqiga baylab qo'ydik, shoqi chiqib ketib qoldi. Buni nariyardan olib keldik hozir buni. Mana mollarga sherik qilmay unaqa bo'lib tursin. Bunga necha pul deymiz ham? Uzunligi uzun. Katta pashti 1.20 atrofiga chiqarganda, 1.20 chiqar, 1.15 bersiga. Obunachilaringga. Obunachilar bitta skidga qilib ayting. Endi bu ikkosini 21 million so'mdan kami bor. Mashinlarning pulini bersa 26 million so'm jicha kami bor. Bozorda narxini berilsin bunga. Foydasi muhim emas, bozorda narxni berishaversin. 26 million so'm kami bor. 26 million so'm kami bor. Telefon qilib yana dastlabkasi besplatni yana kami g'ajbaz. Kelishamiz. Telefon qilib 1 million beraman deb savdo qilishaversin, ha? 1 milliondan savdo qilishaversin, xudo xolasa. 26 million so'm kami yo'l kirasi dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatni. U jup olaman deganlar yana ham arzon qilib beradi. 21 million so'mdan kami bor bularni. Bunisiniki 22 mi? 21 milliondan ham devoravering. Yo'q. 22 million so'mdan kami ko'p. Kamisidan, ha? Kamisidan 22 million so'mdan. Bunisi 15 million so'm kami yo'l kirasi dastlabkasi vodiy bo'ylab besplatni. Buni necha pul dedik? 16 million. Bunisi 16 million so'm dedik. Bunisini ham 14 million. 14 million so'm.
Bunisini necha pul dedik? 24 million. 24 million so'm kami bor. Xudo xolasa jigarlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. 24 ga yetdi. Manzaramiz Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston rayonidan bo'lyapti. Xudo xolasa telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlarimiz 93 lik kodi bilan 425 36 25 raqamlariga tez aloqaga chiqaveramiz. Dastlabki xizmatlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaveramiz jigarlar. Jigarlar mana Xudo xolasa va'da qilingan narigi bo'zayimiz olib chiqing endi Furqat aka bo'zayimiz. Buni Jahongirga aytib qo'yganmiz. Jahongirning klientlariga edi-da bu. Telefon qilishim Furqat aka. German. Bitta mana Chorva Bo'ston mashmonlari uchun mashmonlar hurmatidan Furqat aka mashmonlar hurmatidan mash bo'zaydi ham bering shularga. Bering shularga. Olib chiqing, keling polvon. Izzatullo ko'rsatmas Jahongirga yashirib turadi. U o'zi Izzatulloning o'rtog'iga ushlab beradi. Ushlab beradi. Buqachi ekan yana. Bitta tashqariga olib chiqing, bitta yetali mashina, bitta olib chiqib bering ota. Buni olib chiqing. Yeyishini qarang, buni yeyishini. Bo'zachamiz, yeyishini qaranglar. 21 kunlik bu. 21 kunlik bo'ldi. Olib chiqing. Sigiri bo'lsa qo'shib olsa ham bo'laverar ekanda. Sigiri bo'lsa ham qo'shib olsa. Ularning ichiga sen kelishingga yashirib qo'yadi-da buni. Mana ulardan enasini topib olaveradi. Enasini topib shulardan, shu mollar ichidan qaysi birini suti bo'lsa, hammasini emib yuraveradi. Bu qarang. Ana, bu qarang. Bu haligacha 100 ga 100 shvetidan deydimi? O'shanaqasidanmi bu? Shvetidan. Haligi sementallardan ko'tiga tepada. Sementallardan ko'ti o'zi turishdan ham bilinadi. Bombalag'idan turishini qaranglar bu molimiz turishini. German shvetidan. Bunga necha pul deymiz endi Furqat aka bir haliga bekarga qilib ayting shu mollar hurmatidan obunachilarimizga. Bu bekargalik molmasda jon uka. Bitta bekar yashirib turdim buni. Bitta bekarga qilib aytavering, mana shu mollar hurmatidan hammasini xudo xolasa mana shu iminni musofirda akalarimiz qachondan beri telefon qilib Furqat aka men bormi chiqaryapti. Mollarni arzon-arzoncha aka Furqat aka deb telefon qilgan uchun bitta bekarga qilib ayting shuni orqasini qaranglar, pachka deydimi? Xuddi o'shanaqasidan o'qiladi. Yeb ichishlari ham hamma yo'g'i sog'liqlari ham ganata mana shu mollarda sut qaysi birini suti ko'proq bo'lsa o'shlarni emib yuribdi. Furqat aka bitta ayting endi bunga necha pul deymiz? Obunachilaringga $1100. Yana $1100. $1100. 1100. Kami ham bor yana. Endi kamini so'ramada shu bizning obunachilarimizga kami muhimda. Hozir bo'lmasa $1200 kami bor. Yo'q, bo'ldi, $1100. Aytilgan gap, aytilgan. Murosa qilamiz. Telefon qilishaversin. Ish qog'ozi bo'lsa beramiz, bo'lmasa ertaga qolsa Jahongirni klienti bor, Marg'ilonlik rost iltimos qiladi, shu bolaga olib qo'yadi buni. Xudo xolasa o'zi Chorva Bo'stonda kanal obunachilar baquvvat odamlarda bugundan qolmaydi. Bugundan qolmaydi. $1100. $1100. Kami ham bor, murosa qilamiz. Yana dastlabkasi ham bor. Dastlabkasi ham bor. Telefon qilaverasizlar, jigarlar. Biz tomonga ham ishlarga, obunachilarga ishlavermasdan joyga. Biz obunachilarimiz shunaqa odamlar, xudo xolasa. Arzonlari bo'lsa zo'r bo'ladi obunachilarimizga. Aytilayotgan narximiz telefon qilaverib $1100 kami yo'l kirasiz, dastlabkasi vodiy bo'lib besplatni telefon qilaverasizlar, jigarlar. Kepaydi. Emoradi ham o'tlari ham yeyoradi, telefon qilaverasizlar. O'ylanadigan joyi yo'q, jigarlar. Muhimi buqacha.